40+ yoshdagi ayollarga yuzlarini avvalini saqlab turishda va yuzga ajinlar tushishini oldini olish va energiyaga to'la bo'lib yurishlari uchun 4 ta asosiy qo'shimcha batlar. Birinchi o'rinda omega 3. Omega 3 ni 1000 mg dozada ertalab va kechqurun ichish kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa sink. Sink 25 mg dozada kunlik doza ichish kerak bo'ladi. Agar sink yetishmasa, teri holati yomonlashuvi va immunitet pastligi kelib chiqadi. Uchinchisi yod. Yosh o'tgan sari qalqonsimon bez funksiyasi pasayishi kuzatiladi. Shuning uchun yodni kuniga 150 mg dozada qabul qilish kerak bo'ladi. Va to'rtinchisi esa albatta vitamin D. D vitamini yetishmaganda organizmda salom klimaks, salom semizlik. Shuning uchun обязательно 5 mg dozada vitamin D ni qabul qilish kerak bo'ladi. Agar sizga shu mahsulotlar bo'yicha konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga 40 nomerini yozib qoldiring.